Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tahlil Media saytidan ikkinchi podkastni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz Shohrux Davronovich Jo'raqulov, Samarqand davlat universiteti inson resurslari va mahalla taraqqiyotini boshqarish instituti direktori, xalq deputatlari viloyat kengashi deputati. Studiyamizga xush kelibsiz. Kuzatib boraman, turli serqirrali domla, tashkilotchi, xorijlarda ko'p bo'lasiz, intervyular berasiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz yaxshi, har tomonlama keng ma'noli, keng qamrovli bo'ladi. Endi birinchi navbatda o'sha mana institut universitet qoshida ekanligini va shunday deb atalishini, ya'ni inson resurslari va mahalla taraqqiyotini boshqarish instituti ekanligini aksariyat bilmaydi. Ana shu borada qilayotgan ishlaringiz to'g'risida qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalo taklif uchun katta rahmat Toshpo'lat aka, minnatdorman. Institut, yosh institut, bu sobiq universitetning iqtisodiyot fakulteti asosiga qurilgan institut. Bizga shunday oliygohimiz rektoridan Rustam Ibragimovich shunaqa topshiriq bo'ldi. Ya'ni umuman iqtisod yo'nalishi bo'yicha respublikamizda kadr tayyorlaydigan oliygohlar, yo'nalishlar ko'p va tayyorlab berishyapti. Ya'ni bu soha tanqis emas. Lekin biz bugun shunday bir yangi o'zanni, yangi yo'nalishni boshlashimiz kerakki, ya'ni tesha tegmagan deydi-ku. Shuning uchun ham hali u ko'p ma'lum emasligini boisi uni yoshligida va hali ishlari endi meva beradi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Endi umumanda bu institutni tashkil qilishdan maqsad nima? Men lo'nda tushuntiradigan bo'lsam, 3 ta yo'nalishni prioritet qilib olganmiz. Bu avvalambor malaka oshirish, kadr tayyorlash va tadqiqot o'tkazish. Ya'ni biz masalan gap sal uzoqdan boshlaydigan bo'lsak, mahalla bu bizni qadriyatimiz, an'anamizni bir ajralmas bo'lagi sifatida, ayniqsa Samarqandda bu o'ziga xos qadriyatga ega. Masalan bizda Guzar deydi, boyaga nima shunday bir birlashma, uyushmaki, uni bitta so'z bilan ta'riflash mushkul. Endi asrlar davomida, keyingi yillar davomida ham mahallaga ijtimoiy institut nuqtai nazaridan qaraldi-da. Lekin keyingi yillardagi islohotlar, masalan mahallada oldin bitta rais bo'lgan bo'lsa, xotin-qizlar faoli bo'lgan bo'lsa, inspektor bo'lgan bo'lsa, keyinchalik shtatlar ko'payyapti-da. Bugun mahalla ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, balki muayyan darajada siyosiy dastaklarga ham ega bo'lgan institut bo'lyapti. Ya'ni bir kichik hokimiyatda. Ya'ni odamlarning muammosi, masalasi, dardi mahallada tinglansin, hamma rahbar mahallaga borsin. Hayot, ish o'sha yerda qaynasin degan mazmunda bugun islohotlar bo'lyapti. Endi bugun olimlar ham bir chekkada qarab turish kerak emas. Shu mahalla instituti qanday rivojlanyapti? Ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan. Uni oldida qanday masalalar turibdi? Qanaqa savollarga duch kelyapti? Qanday qilsak uni ishi yana ham yaxshi bo'ladi degan bir tadqiqot ishlarini olib borish, mahalla yettiligini doim malakasini oshirib borish. Kerak bo'lsa bularga zaxira tayyorlab, mana zaxirani tayyorlab borish maqsadida tashkil qilingan institut bu aslida. Ishimiz shu yo'nalishda asosan olib borilyapti. Masalan biz aytaylik, keyingi 2-3 yil mobaynida xorijlik oliygohlar bilan malaka oshirish sohasida ancha o'quvlarni tashkil qildik. Xo'p, rossiyalik, germaniyalik, koreyalik olimlar bilan hamkorlikda mana kadrlar doim tayyorlab borilyapti. Biz harakat qilyapmiz. Mana shu talabalarni amaliyot bazalarini mahallalarga yuborishga. Mahallada ko'rsin, qani hayot qanday qaynayapti, qanday bo'layapti. Bilsin, o'sha yerda amaliyot o'tasin, odamlarning fikri, dardi bilan shug'ullansin degan mazmundagi mana muayyan tadqiqotlarni ham bir guruh o'qituvchilarimiz olib boryapti. Ularni biz tadqiqot natijalarini e'lon ham qildik. Hans Zayder Stiftung fondi, bu Germaniyaning fondi, shular hamkorlikda keyingi loyihalarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Ularni turli daraja va turli shaklda shu tashkilotlarga taqdim qilganmiz. Ya'ni mana bunday qilib berishimiz mumkin, mana bunday qilib berishimiz mumkin degan mazmunda. Endi shu qanchalik shu tadqiqotlar uchun, ta'lim uchun shu idoralar, tashkilotlar ochiq bo'lsa, qancha qo'lni qo'lga bersa, bizni ishimiz ham shunchalik ko'rinadi. Mana mahalla hozir ma'muriy jihatdan o'zgaryapti ishini ham. Ancha kengaydi, bu tomonlari yaxshida, lekin shu bilan birga xuddi bir men o'sha ishlab amaliyotda ko'ryapman, hokimiyatning ayrim rahbarlar xuddi hokimiyatning bir bo'g'ini sifatida qarayapti-da.
xuddi ilgarigi mana selsavet derdik qishloq joylarda shuni bir funksiyasini mahallaga yuklatishga harakat qilayotganday bo'lyapti menimcha. Shunday qilaversa mahalla o'ziga xos, o'zini o'zi boshqarish organi sifatidagi o'rnini, ahamiyatini, o'ziga xosligini yo'qotmaydi. Mana shu masala tashvishga solyapti-da. Savolni to'g'ri qo'ydingiz. Juda to'g'ri bitta jumlani ishlatdingiz. O'zini boshqarish organi degan joy borda. Ya'ni men ko'p podkastlarda, intervyularda o'sha Yo'lov Voglayt degan olimni bitta kitobini misol keltiraman. Vatandoshlik dasturi degan hozir olib kelish yodimdan ko'tarilibdi. Jamiyatda rollar borda. Hammani o'zining roli bor. Masalan, erkak kishining ota sifatidagi roli bor, sinfdoshlar yo do'stlar, kursdoshlar o'rtasidagi o'rtoq do'st sifatidagi roli bor, yoki turmush o'rtoq sifatidagi roli bor, ishxonada xodim yoki rahbar sifatidagi roli bor. Xuddi shunday hammani o'ziga xos bir qancha rollarni hayotda bajaradi. Agar shu roldan siz uni cheklasangiz yoki bir qanaqadir bir bloklasangiz, shu bajarayotgan roliga nisbatan begonalashib boradi-da. Ya'ni o'yin fazosiga o'tib qoladi. Haqiqatda qilish kerakmi, qilish kerak emasmi? Ya'ni yuzakilik boshlanadi-da. Boyaga biz aytganimizdek hisobdorlik uchun bir narsani bajarish yoki bo'lmasa nomiga qilish, kimdandir qutulish uchun qilish o'tib qoladi-da, o'sha boya qilayotgan ishiga nisbatan mehr yo'qoladi. Bir vijdonan nima qilish yo'qoladi. Chunki deganda kimdir uni to'sayapti-da, bloklayapti yo'lni. Shu boisdan ham mana shu yerda biz bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak bo'lganda me'yorlar. Ya'ni aytaylik mahalliy davlat hokimiyati ham qaysi darajagachadir mahallaga muayyan vazifalarni yuklash kerak. Lekin qaysidir vazifa funksiyalarini bajarish uchun mahallani o'ziga mustaqillik berish kerak. Mahalla o'zi hal qilsin. U yerda yettilik, u yerda fuqarolar uyushmasi, odamlar yig'ilgan, ularning fikri tinglanishi kerak, aytilishi kerak, muhokama qilinishi kerak. Ya'ni yuqori turuvchi organlar bilan feedback qaytuvchi aloqa doim ishlab turish kerak. Doim ishlab turish kerak. Ya'ni fikr olish kerak. Ha, mana biz shunday qildik, natija bunday bo'ldi. Nima qilsak natija ko'proq bo'ladi degan fikrni mahallaning o'zidan so'rasa, ko'pincha yaxshi fikrlar mahallaning o'zidan chiqadi. Odamlardan chiqadi. Masalan, aytaylik, keladigan bitta rahbar bir kishi yoki o'rinbosarlar bilan qo'shib hisoblasa 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin, lekin mahallada minglab odamlar yashaydi. Ulardan chiqadigan fikrlarni bir g'alvadan o'tkazsa, balkim hech qaysi rahbarning kallasiga kelmagan fikrlar yuzaga chiqib qolishi mumkin-da. Shu boisdan ham meni fikrimcha mahalla boshqaruvida yakka hokimlik, markazlashuvdan qochgan holda buni kalligal organ sifatida qarasa, menimcha ko'proq natijaga erishadi degan fikrdaman. Endi siz mana bir deputat sifatida faoliyat yurgazyapsiz, ancha mahallalarga borasiz, ko'rasiz, saylovchilar bilan uchrashasiz. Mana shu keyin deputat so'rovlari joriy bilan chiqasizlar-ku. Va umuman oldingi yillarga nisbatan oxirgi yil vaqtlarda deputatlar sal ozginagina qimirlaganday, jonlanganday bo'lyapti-da. Mana shu borada qanday o'zgarish yuz beryapti? Nima uchun saylovchilarimiz deputatlardan norozida kayfiyatda yuradi? Deputatlar o'zini chetga olganday, chunki deputatlar mana xo'jalik ishlariga, boshqa ishlarga aralashmaydigan bir nima bo'lib qoldi-ku, tartib joriy qilindi oxirgi vaqtlarda, keyingi yillarda, 6 yildan beri. Mana shu natijasida xuddi deputatlar xalqning bevosita kundalik dardidan uzoqlashganday bo'ldi-da. Siz mana shu masalaga qanday qaraysiz va o'zingiz shaxsan qanday sizni saylagan saylovchilar bilan ushlashib turasiz? Endi katta mavzu. Toshpo'lat aka, javobim balkim biroz cho'zilishi va serqirra bo'lishi mumkin. Uzoqdan boshlab kelaman. 2014-yilda boshlaganman deputatlik faoliyatimni. Ozgina taqqoslashga imkoniyatim bor. Shunday davrlar bo'lardi. Oldingi intervyularda ham aytganman, 7 oy, 8 oylab sessiya bo'lmaganda. Ya'ni deputatning ishchi organi sessiyada. U gapini sessiyada gapiradi. Ovoz beradi, yo ha deydi, yo yo'q deydi, yo betaraf bo'ladi, yoki o'sha yerda bir rahbarni so'roqqa tutadi sessiyada. Asosiy boyagi maydon sessiya. 7-8 oylab bo'lmaganda keyin biz tashkiliy nazorat guruhining rahbariga eslaringizda bormi deb hazilomni savol berishimizga ham to'g'ri kelganda, shunday vaziyatlar bo'lgan. Yana bir holat deputat so'rov dedingiz. Bir tashkilotga deputat so'rovi chiqarganman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra deputat so'roviga 10 kunda javob berish kerak. Javob bermasa, u javobgar bo'ladi ma'muriy tarzda. Keyin bir marta yubordim, muddat o'tib ketdi, javob bermadi. Ikkinchi marta qayta yuboryapman deb yana yuborib eslatdim, yana javob kelmadi. Keyin men hammasini oldimda prokuraturaga berdim. Endi ancha oldingi gap. Huquqiy baho berishingizni so'rayman desam, prokuraturadagi xodim keyin chaqirib men tergov qildi. Nima xohlaysiz dedi.
Men aytdim, hechisi xohlamayman. Men mana shu savolimga javob xohlayman. Tashkilot rahbari kelib bir javob bersin, bu shunaqa vaziyat, holat bu. Men uyimni yozganim yo'q, yo o'zim shaxsiy masalamni yozganim, shunaqa davrlar ham bo'ldi demoqchiman-da. Keyin bir xil vaziyatlar bo'ladi, keyin shu deputat so'rab yozgisi kelmay qoladi-da. Bu endi 15-yilmidi, 16-yilmidi shunday bo'lganda, bu tajribadan o'tgan. Lekin hozir deputatlik so'roviga munosabat o'zgargan, javob keladi, kechikmaydi, lekin mazmuni degan joy bor. Masalan, atpiska bilan qutiladigan tashkilotlar ham bor. Nomiga shuni yopish kerakmi? Yopish kerak. Keyin olasiz, undan haligi mazmundan bir xil payti sizga mazmun yoqmaydi, ishingiz bitmaydi. Qayta yozasiz, yana o'sha mazmunda sal nuqta berilib o'zgargan javob kelib qoladi. Hokazo, hokazo. Endi bu ijro hokimiyati va vakillik organi orasidagi doimiy munosabatni talab qiladi-da, yumshoq qilib aytganda, doimiy munosabat talab qiladi. Lekin baribir og'irlik kuchi ayrim tashkilotlarda qoladi, baribir ham xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Endi o'zgarish bo'lyapti. Toshpo'lat aka, Oliy Majlis deputatlari har oy o'zi saylangan hududlarga chiqyapti, Toshkentdan jo'natib olishyapti, kelib yuribdi. Masalan, kecha ham bir nechta Oliy Majlis deputatlari bilan ko'rishdik kuni kecha. Ular shu yurib savollarni o'rganib ketib, keyin u yoqda Oliy Majlisda vazir chiqqanda savol beryapti, shu nima deysiz, qanday bo'ladi degan mazmunda. O'zgarish bor bu tomondan. Endi mahalliy kengash deputatlariga keladigan bo'lsak, endi mahalliy kengash deputatlari Oliy Majlis deputatlaridan farqli ravishda oylik olmaydi. Jamoatchilik asosida ishlaydi. Asosiy ish joyidan oylik oladi. Masalan, men institutda ishlasam, institutda o'qituvchiligim uchun oylik olaman, lekin deputatligim uchun oylik, ustama yoki qanaqadir rag'batlantirish summalari yo'q. Buni saylovchilar yaxshi bilishi kerak. Biz har doim ta'kidlaymiz, chunki kimlardadir bir xato fikr bor. Shuncha oylik oladi-yu, lekin qorasini ko'rsatmaydi. Mahalliy kengash deputati unday emas. U ya'ni ishlab chiqarishdan ajralib borib, qo'shimcha vaqt topib saylovchi bilan ishlaydigan odam. Endi biz ilgari organlar bilan ishlardik-da, asosiy bizga muvofiqlashtirib texnik ko'mak beradigan tashkiliy nazorat guruhlari edi. Endi keyinchalik oxirgi yillarda alohida tuzilma qilib berdi, kengash kotibiyati qilib berdi. Kotibiyatda ilgari bitta rahbar, bitta mutaxassis edi, hozir bir nechta mutaxassis, yuristi, kerak bo'lsa bosh buxgalteri, shofiri, haligi xizmat mashinalarigacha bor, alohida qilib bergan. Ya'ni biz bilan ular shug'ullanadi. Nima savol, nima texnik tashkiliy masala bo'ladigan bo'lsa, ular bizga tez tashkil qilib berishga mas'ul. Ya'ni bu tomonlardan qulaylik bor. Bu tomondan qulaylik bor. Kengash raisini alohida qilib berdi. Ilgari sessiyaga ham hokimning o'zi rais, ham hokim bo'lardi. Endi hozir kengash raisi alohida bo'ldi. Umuman bir so'z bilan aytganda o'zgarishlar bo'lyapti Toshpo'lat aka. Endi hamma gap shundaki, shu o'zgarishni kim qanday tushunadi, kim qanday foydalanadi. Gap mana shunday ketyapti. O'sha masalan mazmunga o'tishda ketyapti. davlat idoralarining rahbarlarining munosabati o'zgarganmi? Chunki faqat hokim aytganini qilib, deputat aytgani chetda qolib ketmayapti. Men shu masalada odamlar qiziqadi. Endi qanday javob bersam Toshpo'lat aka? Bir mana deputat so'roviga qo'shimcha bo'ladi. Bir rahbarlar bor, biz qayta deputat so'rovi yuborib, doimiy komissiyaga chaqirib, ijtimoiy tarmoqlarda yozma o'za keltira olmaymiz. Bir rahbarlar bor, masalan bitta masala bilan bitta qo'ng'iroq qilsangiz yoki Telegramga xabar yuborsangiz, shunaqa masala, u sizni so'rovingizni ham kutmaydi. Boshqasini yo o'zi yo bitta mutaxassis biriktiradida shu masalani yechishga kirishib ketadi. Vijdonli rahbarlar bor-da. Ularga siz qog'oz qalam ko'paytirib o'tirishingiz shart emas yoki hisobdorlik uchun bir so'rov chiqarib, uni qog'ozni ko'paytirishingiz shart emas. Shunday rahbarlar bor. Lekin bir rahbarlar bor, juda qimirlatish qiyin. Juda qimirlatish qiyin bo'ladi. Uni masalasini to viloyat hokimi darajasigacha olib chiqib, shunaqa vaziyat deb juda faktlar bilan keltirib tushuntirmasangiz, bir qimirlamaydiganlar ham bo'ladi, bitta yarimta shunaqa. Shuni mana bevosita so'rovnoma javob bermagandan keyin boya aytdingizki, qonun bo'yicha ma'muriy javobgarligi bor deb. Mana shuni qilsa bo'lmaydimi, shunda foydalansa? Bo'ladi. O'zi umuman olganda, masalan, so'rovga javob bermagandan keyin nafaqat ma'muriy javobgar qilishi mumkin, uni doimiy komissiyaga chaqirtirishga ham haqqi bor. Masalan, so'rovga yo javob bermadi yoki atpiska bilan qutuldi, sen bu yoqqa qani o'tiraylik qani deb ekspertlarni chaqirib doimiy komissiyada eshitishga ham haqqi bor. Mexanizmlar bor. Lekin ikkinchi tomoni ham bor-da. Masalan, bir xil payti bizni bir ham yaxshi deymiz, ham ba'zida yaxshi bo'lmagan bitta nimamiz bor. Andisha deymizda. Andisha deymizda, ha. Deb masalan talashib, tortishmay, masalan, yoqalashmay, yumshoqqina qilib masalan to'xtatib qo'yamiz. Lekin bunga ham bitta yaxshi qonuniy yechim bo'ldi.
Nasib bo'lsa endi mana bu deputatlarni so'rovlariga javob kechiksa avtomatik prokuratura organlariga o'tib ketadigan bo'ldi. Ya'ni bu yerda deputat andisha qiladimi, qilmaydimi qat'iy nazar mexanizm ishlaydi. Yozadi, javob kelmadi, prokuraturaga o'tib ketadi, prokuratura bunga keyin huquqiy baho beradi. Nima uchun javob bermadi yoki nima uchun javob bunaqa degan. Mana shu tomoni bir tomondan yaxshi narsa bo'ldi. Chunki bu yerda bilasizmi, bir xil vaqtlar bo'ladi, mana andisha degan narsani yig'ishtirib qo'yish kerakda. Chunki deganda u siz shaxsiy masalangiz emas, siz orqangizdan qancha odam kelib shu savolni qo'yyapti. Andisha degan narsani bir xil paytlar balkim yig'ishtirib qo'yish kerakdir-da. Ishda bu. Endi mana bevosita jamiyatimizda uchrab turadigan ayrim kamchiliklar deymizmi, muammolar deymizmi, shular atrofida bitta suhbatimizni davom ettiray deyapman. Mana yaqinda o'qidim Facebook'dagi sahifangizda siz talabalar bilan gaplashganda turk yozuvchisi Fote romanning Men bas qil ey nafs degan kitobini ko'rsatgan ekansizda. Mana shu kitobni o'qib chiqqan edim, o'zimcha ancha xulosalar oldim. Bir katta yig'ilishda imom xatiblar ishtirokidagi yig'ilishda chiqib aytdim fikrimni o'sha yerda. Tozalik, halollik nima ekanligini juda qiziq faktlar bilan aytib, nafsni tiyish oqibati nimalarga olib kelishini aytganda, mana shu studentlarga shu kitobni ko'rsatishdan maqsadingiz va ular chiqargan bir xulosa haqida nima deya olasiz? Endi bu mavzu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha edi o'shanda. Tatuni Samarqand filial talabalariga ko'rsatganman. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha konkurs bo'lyapti bu. Inshaalloh tanlovi shunga taklif qilishuvdi. Qisqacha bir gapirib bering deb. Keyin shunda men ko'p gapirmadim, shu kitobni reklama qildim. Korrupsiya shunday bir baloki, shunday illatki, ayrim davlatlarda o'lim jazosi bo'lsa ham baribir shu korrupsiyaga yo'l qo'yadi-da, qo'lira. Otib o'ldirishni biladi. O'sha hatto o'sha otishga hukm qilinganda o'qi uchun ishlab berishgacha biladi o'sha amaldor, lekin baribir shu korrupsiyaga qo'l uradi. Demak, bu mening fikrimcha inson tabiatidan tashqaridagi narsa-da bu. Bu butunlay qamrovi katta, og'ir bir maxluqot. Korrupsiya bundan juda insoniyat qutula olmaydi. Doim qarshi kurashib keladi. Bu yerda bitta asosiy masala insonning o'zida, vijdonida, nafsida ko'proq aks etadi. Lekin bu vijdon, nafs na yuridik tushuncha. Na unga huquqiy baho berib bo'ladi. Na uni bir fizik jihatdan o'lchab bo'ladi. Bu mana shunaqa narsada, bu haligi qalb, iymon ko'zga ko'rinmaydigan, lekin insonni boshqaradigan muhim narsalar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, korrupsiyaga qarshi kurashishda jazolash mexanizmidan tashqari rahbarning o'zining o'rnak bo'lish mexanizmi ham bor-da. Ya'ni rahbarning o'zini qo'pol qilib aytganda Xudo urib ketgan bo'lsa, o'zi nafsidan ilingan bo'lsa, jamoa nima kutishi mumkin? Jamoa uni mukkasidan ketadi. 2 hissa, 3 hissa. Bitta narsani agar mana bunday qilish kerak ekan deb qo'shimcha nimadir aytadigan bo'lsa, yoniga uni ijrochisi 2 ta 3 ta narsa qo'shadi, to ildiz otib ketadi-da, unday bo'ldi. Shuning uchun rahbarning o'zi birinchi o'rnak bo'lishi kerak. Shu kitobda ham menga juda ta'sirlantirgan jihati xuddi nafsni insonni ko'zgusida akslantirganda, nafsni insonni ko'zgusida xuddi shunday bir ko'zgu qo'yganda, shu ko'zgudagi odam siz emas, xuddi nafsingizdek shunday gaplashgan, shunday Fotih tuman bir o'zgacha uslubda nafsni gapirtirganda, ta'riflamagan, gapirtirgan. Ya'ni ikkinchi shaxs sifatida u suhbatlashyapti avtor bilan va yana bir yaxshi tomoni nafsni bir nechta darajasini o'sha kitobda ta'riflaganda, masalan, bunaqa 1-daraja, 2-daraja, 3-daraja. O'sha nafsning darajalarida o'tganda, uning o'zining darajasi ham yuksalib boradi. Xuddi shunday. Yuksalib boradi. U boshqa insonga aylanadi. U 1-darajadagi inson bilan 7-darajadagi inson allaqachon bu haqiqiy avliyoga aylanadi. Shuni endi to'g'ri, masalan, hamma ham avliyo bo'la olmaydi, hamma ham uni 7 bosqichni bosib o'ta olmaydi, lekin shu kitobni o'qib kimdir 1-chi, 2-chi, 3-chi, aytay 4-darajasigacha yetib borsa-chi, masalanda, o'zini oldiga qo'yib, men shu 7-darajaga yeta olmas balkim. Lekin har qalay shuni nima yog'dusidan emsa-yu, shunga qarab borsa ham, shuni o'zi ham bitta katta nimada. Shuning uchun men talabalarga tavsiya qilganda, balkim ayrim talaba o'qib 7-sigacha o'qib borar.
balkim ayrim talaba ikkinchi uchinchisidan keyin zerikib to'xtatar. Har qalay hech bo'lmasam shuni bir ozgina o'qiydi, nimaligini tushunadi-da. Lekin meni fikrimcha sal qo'pol o'xshatish qilaman. Shu kitob xuddi girdobga o'xshab bu o'quvchisini mana bunday qilib tortib ichiga olib kirib ketadi. Men masalan shunday bo'ldim. Shuni to o'qib tugatmaganimcha qo'lim boshqa ishga bormadi. Shuning uchun o'zim yaxshi ko'rgan kitobni talabalarga bo'lishim keldi, to'g'risi. Keyingi paytlarda ancha ommaviy axborot vositalarimiz jonlanib qoldi. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p fikrlar, mulohazalar, tanqidiy fikrlar chiqyapti. O'zi mana jamiyatimizda faol bir vakili sifatida jamiyatda mana tanqidning o'rni haqida bir fikringizni so'ramoqchi edim. Umuman tanqidni hazm qila olmaydigan, tanqidni bir dushmanlik deb qabul qiladiganlar afsuski jamiyatimizda yo'q emas. Ayniqsa bu rahbarlar, mulozimlar o'rtasida. O'zi mana shu tanqid bilan tanqidni hazm qilish o'rtasidagi mutanosiblik qanday bo'lishi kerak? Hozir qanday? Tanqid kelajak mevasi deb o'zimiz yupatamiz-ku. Masalan, tanqidga toqatsiz bo'lgandan nazarda tutyapman-da. Lekin bilasizmi, tanqid juda kerak narsa. Agar u me'yorda bo'lsa. Endi mana shu me'yorga to'xtalamiz. Mana shu me'yor meni fikrimcha shu insoniyat eng oldidagi eng katta masala me'yor masalasida. Korrupsiya bo'ladimi, nafs bo'ladimi, tanqid nimaki bo'lmasin, ovqatlanish bo'ladimi, sarf xarajat bo'ladimi, daromad hammasida me'yorni biz izlab umuman umrimiz o'tadi. Shu tanqidni me'yori deganda men nimani tushunaman? Bir xil tanqidlar bor, provokatsion xarakterga ega. Ya'ni u hech nima xohlamaydi. Nimadir o'zgarishni ham xohlamaydi, nimadir boshqa bir A punktdan B punktga silishni xohlamaydi. Shunchaki u tanqid qilib kimnidir kayfiyatiga, ish uslubiga yo nimagadir ta'sir qilishni xohlaydi. Ya'ni shu odamni ruhiy holatini buzib, shundan rohat ko'radigan tanqidchilar bor. Bu bir toifa. Bir toifa tanqidchilar bor, ular haqiqatda shu masalani ichiga kirgan, o'sha masalalar bilan yashayotgan, aniq yechimga ega bo'lgan, nimanidir o'zgarishni xohlaydigan tanqidchilar bor. Ularning tanqidlari haqiqatda o'rinli va tosh bosadi va juda ham kerakli bo'ladi. Va yana bitta tanqidni men toifalamoqchiman. Bu tanqidni menimcha eng yuqori darajasi bo'lsa kerak, meni fikrimcha. Bu tanqid obyektiga nisbatan, masalan aytaylik, men 3 yildan beri yo 4 yildan beri dekanman deylik. Bir 15 yil dekan bo'lgan odam kelib turib meni tanqid qilsa, men o'shaning tanqidini juda jiddiy qabul qilaman. Chunki deganda u mendan ko'ra shu aynan men qilayotgan ish bo'yicha ko'p kuylak yetganda, u masalan men qaysi nuqtada turibman va qayerga borib qolishim mumkinligini mendan ko'ra yaxshi biladi. Va uni tanqidini men tahlil qilib chiqishimga to'g'ri keladi. U nafaqat hazm qilish, uni tahlil qilib bo'laklarga bo'lib, nima demoqchi, qanday bo'ladi va kerak bo'lsa boyagi odamni tanqidini yana ham ko'proq ochish uchun bilan gaplashishimga to'g'ri keladi. Siz bu batafsilroq tushuntiring, bir ustoz bo'ling, qani nima bo'ladi degan mazmunda. Ya'ni bu soha egasini tanqidi. Bu soha egasini tanqidi buni juda o'ylab, nafaqat hazm qilib, tinglab, ba'zi tanqidlarni yo'riqnoma qilib olsa ham bo'ladi. Lekin endi ikkinchi tomonda boyagi nafs deb aytamiz-ku, ayrim tanqidni yoqtirmaydigan rahbarlar bor. Men nima uchun rahbar bo'ldim? Hammadan aqlli bo'lganim uchun rahbar bo'ldim deb hisoblaydiganlar bor-da. Hammadan aqlli bo'lmasam rahbar bo'larmidim deb bir haligi Samatsenkani hozir o'z baholash deb tarjima qilishyapti. O'z baholashi juda yuqori bo'lganlar bor. U odamga siz tanqidni qaysi shaklini, qaysi darajasini aytsangiz ham natija bo'lmasligi mumkin-da. Natija bo'lmasligidan tashqari dushman bo'lib qolishingiz mumkin. Dushman, masalan, hozir mana bitta haligi mayli endi nom bilan aytmaylik, mana keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bir sohani tanqidi ketyapti ancha. O'sha yerda men izohlarni o'qiyapman-da, zo'r izohlar berilganda, nahotki shu odamga shu noto'g'ri qilyapsan degan odam shu jamoadan topilmadimi degan savol qo'yilganda, juda to'g'ri savol-da. Keyin bir opamiz yaxshi javob bergan, biz ishlaganmiz, biz ham rahbarlarga tanqid qilganmiz, tanqid qilish orqali o'shalarni biz asraganmiz shu xatolarni qilishdan deb aytayapti. Bu juda tagida katta falsafa bor-da. Demak, rahbar ham shu jamoada unga rost gapni ayta oladiganlarni bir asrashi kerak-da. Asrashi kerak. Chunki ular
qaysidir favqulodda kutilmaganda kelib chiqib qolishi mumkin bo'lgan, hech kim e'tiborsiz qoldirgan yoki atayin e'tiborsiz qoldirgan masalani unga oyna qilib tutib, uni bir falokatdan asrab qolishi mumkin. Shuning uchun tanqid o'z o'rnida bo'lsa, bu nafaqat kelajak mevasi, bu katta yo'riqnoma ham bo'lishi mumkin. Tanqid qilib yo tanqidni qabul qilmaslik bu ayrimlar uchun o'zicha xotirjamlik hisoblanadi. Mana bu yerda bir erkinlik, mas'uliyat va shaxsiy xotirjamlik degan bir uchta triada borda. Mana shularni masalan erkinlik xohlagan narsasini ayta olish deb ba'zilar tushunadi. Mas'uliyat, bular mas'uliyat bilan qaraydi. O narsalarga sal erkinligini cheklasa agar, yo'q, bu erkinlikni cheklash emas. Bu aksincha o'sha qoida qonunga rioya qilish deb hisoblaydi. Ayrimlar ikkovini ham xohlamasdan, menga hech narsa kerak emas, o'zini xotirjamligini faqat o'ylaydi. Mana shu triadadan bo'lgan munosabatingiz qanday umuman bo'lishi kerak deysiz insonda masalan? Juda bu o'ylab javob beradigan savol ekan. Chunki bu odamga uchalasi ham kerakda, erkinlik ham kerak, mas'uliyat ham kerak, lekin xotirjamlik ham kerakda. Bu hammasi ham kerakda. Kerak. Erkin bo'lmasangiz, mas'uliyatingizdan uzoqqa bora olmaysizda. Chunki deganda u yuk og'irlashib ketaveradi. Erkin bo'lmagan odamda. Xotirjamlik bo'lsa-yu, mas'uliyat bo'lmasa, u erkinligingiz boshqacha formaga o'tib ketishi mumkin. Halokatli forma. Endi agar tanlang bittasini deydigan bo'lsangiz, balki mening fikrimcha Toshpo'lat aka shaxsiy xotirjamlikda gap ko'p. Nima uchun? Chunki xotirjam odam tinglay oladi, o'rgana oladi, nimani o'rgatsangiz kuzata oladi, xulosa qila oladi, fikrlay oladi. Ya'ni xotirjam bo'lmasa, u erkinlik hissini tuya olmasligi mumkin. Xotirjam bo'lmasa, mas'uliyatni me'yorini yo'qotib qo'yish mumkin. Chunki mas'uliyat bu o'ta mas'uliyatli bo'lsangiz ham bo'lmaydi. O'ta mas'uliyatli degan odamni ma'lum vaqtdan keyin yoki ma'lum og'irlik yukidan keyin kuchsizlanishi olib keladi. Ya'ni agar mas'uliyat me'yorida bo'lsa, uzoqqa borishi mumkin. Ya'ni uzoq vaqt mas'uliyatli bo'lishi mumkin. Lekin o'ta og'ir mas'uliyatli qilib qo'ysa, odam horib qolishi mumkin. Shuning uchun menimcha, agar inson xotirjam bo'lsa, yana bitta narsasi, xotirjam inson shoshmaydi. Chunki shoshilgan odam albatta qoqiladida, xato qiladi. Xotirjam inson har bitta qadamini o'ylab, bitta nima qilishi mumkin, tahlil qilishi mumkin. Meni fikrimcha, shaxsiy xotirjamlik bo'lishi kerak, lekin yana men boyagi fikrimga qaytaman, Toshpo'lat aka, shu shaxsiy xotirjamlikni gap me'yorida-da. Me'yordan o'tkazib yuborsa, odamning ziyoniga ishlaydi xotirjam. Men xotirjam o'zimni asabimni saqlayman, o'zimni xotirjamlikka mahkum etganman va o'zimga atrofdagilarga va'da berganman deb masalan ko'rib turgan holda, kamchiliklarni ko'rgan holda indamaslik, mas'uliyatdan qochish emasmi bu? Savolingiz juda ham to'g'ri, juda ham o'rinli. Endi masalan nima deydi? Bu yerda mas'uliyatdan qochish uchun aynan xotirjam bo'lish va erkin bo'lish shart emas. Mas'uliyatdan qochaman degan shundan mas'uliyatdan qochaveradi. Har qanday vaziyatda ham mas'uliyatdan qochadi. U mas'uliyatsiz bo'ladi umuman olganda. U xotirjam bo'lsa bo'lmasa, men nima uchun bu xulosaga keldim? Ayrim xotirjam insonlarni kuzatdim-da. Me'yordagi xotirjam insonlarni kuzatdim. Ular masalan mas'uliyat tushunchasiga yondoshganda ularda sal boshqacha keladi. Boshqa yo'ldan boradi mas'uliyat. Masalan, kimdir tezroq, kimdir masalan og'irroq yondashishi mumkin masalaga, lekin xotirjam inson har bitta qadamni bitta o'lchab borib, shu narsaga yondashar ekanda. Shu uchun men xotirjamlik tanladim. Endi bilasizmi, agar mas'uliyat haqida gap ketganda, bu juda nima qanday aytsam, shunday mavzuki Toshpo'lat aka. Bir xillarda mas'uliyat tug'ma mas'uliyat bo'ladi. Tabiatan bir xillarda tarbiyalash orqali shakllantiriladi. Bir xillarda hech iloji yo'q. Yo'qda. Umuman mas'uliyat bo'lmaydi. Umuman siz shu nima deydi, qanday usulni qo'llamang, siz uyg'ota olmaysizda. Shuning uchun meni fikrimcha xotirjamlik me'yordan oshmasa agar, u mas'uliyatni esdan chiqarmaydi.
agar me'yordan oshirsa bu aytganingizdek butunlay haligi nima deydi bir kun mana yozdim Facebookda haligi tog'im tepasiga chiqib avliyoman deydigan bo'lsa u absolyut xotirjamlikka erishadida bozorda qanday g'alaba bo'layotganini bilmay o'tiraveradida. Ba'zi hollarda mana shu o'ta xotirjam odamni biz beparvo hamma narsadan o'zini olib qochadigan deymiz-ku, xuddi shundayda. Endi bevosita mana shu savolga yuqoridagi savol bilan itoat masalasida itoatli odam qanday, mana siz bir o'sha chiqishingizda mana qo'ygandim, itoat bu tuzlarning bukilishi emas, ko'ngil taslimiyati demakdir degansizda. Ana shu biroz kengroq tushuntirib, ko'ngil taslimiyati deganda nimani nazarda tutganingiz? Sizdan katta haq qilgan inson topa. Yosh katta bo'ladimi, mansabi katta bo'ladimi, aytaylik boyligi katta bo'ladimi, sizdan itoat istaydi. Endi bir xil paytda itoatni absolyut itoat istaydi, absolyut. Cheksiz itoat istaydi. Mushkul masala. Mushkul masala. Chunki deganda absolyut itoat bu shaxsni men yo'q qiladi. Men bo'lmaydi shaxsda. Umuman shaxsning o'zi bo'lmaydi. Bunda tizza bukiladi. Tizza bukiladi, lekin ko'ngil taslim bo'ladi. Ko'ngil taslimiyati bo'lganda o'sha sizdan itoat istagan insonga siz qalban nima deydi, yondashasiz, qalban birikasiz. Ya'ni siz butun shuuringizni, butun kayfiyatingizni, butun erkinligingiz, ijodingizni unga topshirasiz. Nima uchun? O'sha sizdan itoat istayotgan inson shu narsani suiiste'mol qilmasligini bilib turasiz. Shunda siz ko'ngil taslimiyati bo'ladi bu yerda itoat. Ko'nglingizni, tizzangizni bukmasligingiz mumkin o'sha insonga, lekin ko'nglingizni berasiz. U suiiste'mol qiladi. Suiiste'mol qilgan insonga u ko'ngil taslimiyatini berib bo'lmaydi. Chunki deganda u siz itoatingizdan foydalanadi. Har narsaga solishi mumkin, har joyga solishi mumkin, sizning shaxsingizni yo'q qilishi mumkin. Shu boisdan ham men aytdim, agar kimki o'zidan kichikdan yoki o'zidan zaifdan itoat istasa, tizzasini bukmasin, uni ko'nglini olsin, ko'nglini topsin. Masalan, bir lavozimdagi katta odamni ko'rasizda, katta odam unga yaqinlashib bilan qo'rqib turadi-da, bu bosam nima der ekan, ushib olmaydi, do'g'ri olmaydi. Lekin o'tirib gaplashsangiz, u katta bilan, kichik bilan, yoshi qari ayol erkaklar birday muomala qiladi, birday o'sha odamning ko'nglini topadi. Siz qanday qilib u odamga siz yaqinlashib, bir yonida o'tirib, bir suhbatidan bahramand bo'lishga intilganingizni bilmay qolasizda. Ya'ni u chorlamasa ham siz borasiz. Menimcha ko'ngil taslimiyati shu bo'lsa kerak. Bir xillar chorlab mana bu yerda o'tir deydi, lekin siz ruhan boshqa joyda bo'lasiz. Qani fursat bo'lsa-ki, o'shadan qochib ketishga intiladi. Shuning uchun ham men aytdim, bu aforizm to'g'risi bu meni emas, fikrim emas. Manbada o'qib qoldim, juda yoqib, keyin shuni yozib qo'yganim to'g'risi. Juda yaxshi. Keyin mana siz kafedra mudiri sifatida ishladingiz. Keyin bundan necha yillar, 15-20 yillar oldin faoliyat boshlaganingizda hozirga o'xshagan sun'iy intellekt yo'q edi. Bizning vaqtimizda internet yo'q edi. Talabalik vaqtimizda biz bitta kurs ishini yozamiz deb bir oy 20 kun ovora bo'lardik, kutubxona yurardik, ozgina kichkina manbani topishga harakat qilardik. Ana hozir kurs ishi yozadimi, boshqa kattaroq ish yozadimi, maqola yozadimi, bitta tugmani bosishi bilan sun'iy intellektdan yoki Google'dan olish mumkin talabalar. Ana shu talabalardan mana shu internetdan bundan tayyor tekst matnni olib, tayyor ishlarni olib, amaliyotda berayotganligi bu ularga qanchalik ta'sir qilishini zararli ekanligini biz bilamiz-ku. Shunga qarshi biror bir narsa chora ko'rilyaptimi, bo'layaptimi, yo bemalol ishlataveradi bu sun'iy intellektni talabalar. Masalan, sun'iy intellektni talaba ishlatmaslik masalasini auditoriyada o'qituvchi balki cheklab qo'yishi mumkin, telefonni tortib qo'yish orqali. Lekin talaba darsdan keyin uyga vazifani bajarishda yoki muayyan bilimlarni mustaqil ravishda egallayotgan paytda o'qituvchi aniqlolmaydi. Nazorat qilmaydi. Ota-ona nazorat qilmaydi bu xil paytlar. Juda murakkab anaqa bo'lib ketdi. Endi o'zi umumda Toshpo't aka aytmasam ham yaxshi bilasiz, mana tomoshabinlar ham yaxshi bilishadi. Sun'iy intellekt o'zi aslida insonni hayotini osonlashtirish uchun, uni umrini uzaytirish, sog'lig'ida o'sha haligi nima deydi, bartaraf qilish mushkul bo'lgan dardlarga qarash uchun shu narsa yaratilgan yoki masalan aytaylik
insonlar bu yer kurrasidan chiqib yana boshqa joyda hayot bormikan degan mazmunda shu insonni umumda yuqori texnologiyalar yo'lidagi mehnatini osonlashtirish uchun Og'irni yengil qilish yengil uchun qilish uchun narsa aslida qilinganda, lekin bu sun'iy intellekt ommalashdida. Bu masalan faqat olimlar, ixtirochilar uchun emas, bu ommaviy ko'rinish oldi. Hamma bundan birdek foydalanyapti, talabalar ham, o'qituvchilar ham. Endi biz yig'ilishlarda rektorimiz Rustam Ibragimovich topshiriq beradilarda, sizlar mustaqil ish topshirig'ini beryapsiz o'quvchilar, talabalarga. Talaba u mustaqil ishingni sun'iy intellekt orqali qilib qo'yyapti. Shuni o'zing bilasanmi deydilarda. Keyin bitta uslubda bir aytdilar. Men o'zlari aytyaptilar, men sun'iy intellektga topshiriq berdim. Masalan, aytaylik, matematikadan mana shunday menga bitta misol tayyorlab berginki, sun'iy intellekt orqali shuni yecholmasin degan topshiriq berdim. Keyin sun'iy intellektni tushuntirdi menga. Yozib berib tushuntirdi. Keyin shuni foydalanib biz misol keltirdilar. Endi umuman olganda mana shu narsa o'qituvchilarning oldiga ham shunday vazifalarni qo'yadiki, yangicha yondashuvni qo'yadiki, shunday topshiriq berish kerakki, talaba izlansin. Talaba qachon sun'iy intellektdan foydalanadi? Qachonki dangasaliga tutsa. Nima uchun dangasaliga tutadi? Chunki o'sha fanniga yomon ko'radi, yoqtirmaydi yoki o'qituvchi qiziq o'tolmaydi. Talabada boyagi fanga nisbatan mehr yo'qda. Keyin olib shu oson yo'ldan foydalanadi. Yoki bo'lmasam, masalan, ishlaydigan talabalarimiz bor. Masalan, oilaviy yordam beray, bozorga qarashay yoki o'zim shartnoma qilib o'zim topadigan talabalarimiz ham bor. Ular darsdan keyin kechasi mehnat qilishadi, ishlashadi. Ularni ham albatta mehnat hurmatga loyiq. Asosiy ishi bilib olish bo'lsa ham o'qib ham ishlayman qilishadi. Ularning masalan vaqti bo'lmasa, sun'iy intellektga murojaat qiladi. Shu fanni o'qigisi kelsa ham, yo vaqt yetmaydi, energiya yetmaydi, shundan foydalanadi. Umuman olganda, agar o'qituvchi o'zini faniga ijobiy yondashsa, talabaga qo'pol qilib aytganimizda bilim chuqurlashni o'rgatsa, ya'ni sen sun'iy intellekt qo'yib turgan og'ayni, sen mana bu yoqqa borsang mana bu kitob bor, mayda mana bu kitob bor, mayda mana bu kitob bor. 3 ta manba. Uchalasini o'qib chiqib, taqqoslab yoki qilgan xulosalarni menga ozgina yozib kel. Menga sun'iy intellektdagi ba'zi narsam kerak emas. Yarim bet yozgin, 2 bet menga gapirib bergin deb, masalan, qanaqadir talabani xarakteri, aytaylik, turmush sharoiti, qiziqishlaridan kelib chiqib yondoshib shu narsani qilsa, balkim talaba sal yondoshini o'zgartirishi mumkin. Bu yerda o'sha o'qituvchi, ustozning o'rni roli kattada. Demak, u yerda o'sha masalan, matni o'qib, hozirgi ish imkoniyati, ma'lum texnik imkoniyatlar bor. O'zi yozganmi, ko'chirib olganmi, tayyor tekstni masalan o'sha bir ikkita jumlasini nima asosiy kalit so'zlarini topib bersa agar, o'sha narsa qayerdan ko'chirib olingan bo'lsa, o'sha chiqadi o'sha narsa. Keyin aytish mumkin, yo'q, balam sen mana buni mana bu yerdan olgansan, sen o'zing yozmagansan, o'zing yozib qadib fikringni aytqanda, shu bo'yicha nima deb bilasan deb to'g'ri savol javob qilib ularni aniqlash mumkin baribir. Endi Toshpo'lat aka, siz ham ko'p nima yaxshi bilasiz. Masalan, og'zaki gapirtirishimiz kerakda talaba. Shunday. Talaba o'rganib qolsa, shu gapira olmay qoladi, nutqini yo'qotib qo'yadi. Keyin yana bitta tomoni, hozir qanday masalan taqqoslasam balkim to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi? Ilgari insho bayon ko'p yozdirardi. Ko'p yozdirardi. Falon kitobni o'qib kelasan-da, yozib berasan derdi, yozib beraydi. Yoki bitta mavzu beraydi, 1 soat vaqt qorala derdi. Diktant yozdiraydi. Shu diktantda savod chiqaydi. Masalan, siz ijtimoiy tarmoqlarda bir ikki marta haligi sizga kelgan xatlarni ko'rsatdingizda, ahvolni ko'rib maymun yig'laydi to'g'risi. 40 ta, 50 ta, 70 ta xato bitta bir varaq qog'oz. Bir varaq qog'oz. Afsuski, mana shu daraja bo'lib qoldi-da, ayrim tashkilot idoralarida shu haligi agar diktant yozdirsangiz, u ahvol chatoq bo'lib qolishi mumkin. Shu menimcha sun'iy intellektdan tashqari shu bolalardan shu qo'ldan telefonni olib mana bu yerga qo'yib turgan og'ayni, men o'tir mana shu narsalar yozib ber menga deb sal ozgina yozishga nima deydi, turtki bersa, sal qiziqish uyg'otsa ham balkim bu ham bir foyda bo'lar. Keyingi oxirgi savolimiz bevosita tayyorlanayotgan kadrlarning salohiyati bilan bog'liq bo'lyapti-da. Mana chet ellarda fakultetlarga, universitetlarga, institutlarga
turli tashkilotlar, xususan xususiy katta kompaniyalar zakaz buyurtma beradi tayyorlashga. Menga mana shu yo'nalishda 5 ta talaba tayyorlab berasan deydi. Yoki aksincha o'sha ularni seleksionerlari bor. Fakultet institut yurib, o'sha yerdan eng zo'r talabalarga stipendiyasini ham berib, pulni ham berib, bitirgandan keyin bizga kelasan deydi. Mana sizlarga hozir mana shu narsalarni demak oldindan buyurtma berish masalasi qo'yilganmi, qo'yilmagan bo'lsa buning uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu ancha katta mavzu. Bu anaga og'riqli mavzu desak ham bo'ladi, o'ylantiradigan mavzuda. Pirimqul Qodirovni Yulduzli tunlar, keyin Avlodlar dovoni romanlarini juda yaxshi ko'p o'qiganman maktab vaqtimda. Shunda Avlodlar dovoni romanida Boburni bitta farzandiga o'giti borda, iqtidorli, iste'dodli insonlar atrofida iloji boricha ko'proq jamlagan. Ularning boshini sila, mehr ber, yordam ber. Lekin unutmaki, iste'dodli, iqtidorli odam injiq bo'ladi, xarakteri og'ir bo'ladi. Uni sen ko'tara bilishing kerak, uni gaplarini hazm qila bilishing kerak. Buning uchun bag'ri keng katta fe'l-atvor kerak degan o'sha nasihatni beradi. Nima uchun buni aytyapman? Kadrlar salohiyati masalasiga to'xtalganda biz har qanday rahbar o'ziga savol berish kerakda, aqlli insonni men nima uchun ishga olyapman degan. Aqlli insonni bir aforizmda ham bor. Bill Gates aytganmidi, men Bezos aytganmidi, hozir eslolmayapman. Aqlli insonni biz ishlatish uchun emas, uni aqldan foydalanish uchun ishga olamiz deganda. Ya'ni u maslahat berish uchun u aqlli, fikr berish uchun, g'oya berish uchun, uni haligi mana qog'ozni olib falon joyga bor deyish uchun ishga olganimiz yo'q. Uni aqli bo'lsa bo'lmasa kimdir shug'ullanaveradi u yugur bilan deb aytadi-da. Bu masalani bitta tomoni, ikkinchi tomoni ba'zi rahbarlar aqlli insonni ishga olishdan qo'rqadi. Joyimni tortib oladi deydi. Asosiysi joyimni tortib oladi deydi. Majlisda turib gap qaytaradi deydi. Meni fikrimni bo'ladi deydi. Hammani oldida meni alagaqa aqlli gaplar bilan sharmanda qiladi deydi. Rahbar qo'rqadi, qochadi. Shuning uchun ham aqlli odamni chetlashtiradi. O'zini hurmatini bilmagan yo uzoqni ko'ra olmaydigan rahbar. O'zini uzoqni ko'rsa, joyidan qo'rqmasa, shu tashkilotni, shu tizimni rivojlanishni istagan rahbar aqlli odamdan qochmaydi. Aqlli odam asta olib kelib, sekin til topishib, ko'ngil topishib ishlab ketadi. Ma'lum vakolatlarni berib, ma'lum vakolatlarni olib, qaysidir mushkulotdan uni astagina ozod qilib qo'yib, siz bu ishni qilmang, siz mana shu ishni qilsangiz o'zi bo'ldi, shu tashkilotimiz gullab ketadi degan mazmunda yondirsa, u ish boshqacha ketadi. Kadr tarbiyalash masalasida ham shundayda. Masalan, aytaylik, afsuski ayrim rahbarlar uchraydi. Haligi qanday termin ishlatsam, haybarakallachi-da. Shu aytgan gapini muhokama qilmasdan bajarishni istaydi-da va shunga yarasha kadrni tanlab ketadi. Gapirmaydigan, gap qaytarmaydigan, gapni ikki qilmaydigan, fikr maslahat aytmaydigan, shu jimgina nimani oladi. Keyin u xodim keyin sizning xatingizga 72 ta xato bilan javob yozadi-da. Muhokama qilmaydi-da, u aqlli bo'lishni istamaydi. Bir rahbarlar bor, masalan keladi, haqiqat aytganingizda buyurtma beradi. Qani bir yaxshi bolalardan 4 ta 5 ta bo'lsa, shunaqa viloyat boshqarma rahbarlarini men taniyman. Menga aytishgan, siz deputatligingiz mayli o'zini yo'liga, lekin bir o'qituvchi ekansiz, yaxshi bir bolalaringiz bormi? Bering, tarbiyalab ko'raylik, o'stiraylik, nima olib chiqaylik, bizga yaxshi bir fikrli, bilimli bolalar kerak deganlar bor. Bir rahbarlar bor, biz eshigini tagiga necha marta o'qiganmiz. Yaxshi bolalarimizni olib borib shu yaxshi yigit yoki yaxshi qiz, bilimli, mana shuni bir oling, bir biz bu yoqdan qarashamiz, yana maslahat berib, bilimi kamchilik bo'lsa, kemtigini to'g'rilab turamiz desak, qochganlar ham bor-da. Shuning uchun endi umumda boya aytganimizdek ko'p narsa rahbarning o'ziga bog'liq-da. Shu agar tizimi rivojlanishini istasa, tizimi yaxshi ketishini istasa, unda har doim zaxira bo'ladi. Har doim zaxira bo'ladi. Shu bir yaxshi bolalarni olib kelib asosida ustoz shogird an'anasi bo'yicha tarbiyalayveradi. Kelin qani bir jo'rtagadan bitta ish buyurib qo'yadi. Qanday yondashar ekan deydi. Jo'rtagadan bir shirin so'z aytib qo'yishi mumkin yoki bir koyib ko'rishi mumkin. Qani bir haligi koyganga ham sabr yetadimi yo'qmi degan mazmunda bir sinab ko'rishi mumkin. Endi siz aytgan uslub, masalan, xorijda ommalashgan va doim ish beradigan uslub. Masalan, bizlarda ham mana katta yirik tadbirkorlarimiz bor. Ko'rishib qolganimizda aytadi-da, men katta oylik beraman. Shu katta oyligimga yarasha
qadringiz bormi deb savol beradi-da. Men aytaman, kichik oylikdan boshlang, lekin bir tarbiyalab bering deganda, yo'q, tarbiyalashga vaqtimiz yo'qroq. Ha, ish ko'p. Siz tarbiyalang domla, biz katta oylik beraylik deyishadi. Keyin biz harakat qilamiz bolalarni mana 3-4 kursdan boshlab amaliyot bazasiga yuborishga. Endi bilasizmi, bir xillari shu harakat qilib aylanib o'tishgada, shu amaliyot bazaga bormay yo bir tanishini topib, ha keldi, shu yerdaydi degan mazmunda qilishga harakat qiladi, sezilib qoladi, qo'lga tushib qoladi. Keyin biz aytamiz, sen amaliyot bazasiga borib o'zingni kamtarligingni, ishchanligingni, mehnatingni, bilimingni ko'rsat. Ular shu sen 4-kursni bitirishiga shu yerga seni ishga olib qoladi deb. Men hozir ism familiyani aytmayman kimligini. Bir joyda amaliyot o'taganmanda, kollejda o'qigan paytim, hozir o'sha odam katta rahbar lavozimda ishlayapti. Suv tashiganmiz, choy tashiganmiz, bizni qog'ozga, kompyuterga yaqinlashtirmagan bir 10 kun, 15 kun. Ishim faqat meniki magazinga lo'killab olib kelish bo'lganda, keyin o'zim savol berganmanda, bu amaliyot degani suv tashishmikan deganmanda, yo'q, ular shu sinab ko'rgan ekanda, qani shu qiladimi yo'qmi? Keyin kompyuterga o'tkazdi, qog'ozga o'tkazdi, mijozlar bilan ishlashga o'tkazdi. Endi maqtanishni aytmayapman, shu bir sinab ko'rayotganda shunday qilib men uni ma'nosini keyin tushunganman. Oradan bir 15-20 yil o'tib tushunganman. Shuning uchun hozir bolalarga ham aytamanda, bolalar eng mayda, eng boyagi odam qilmaydigan ishdan qochmangizlar. O'zi shundan boshlanadi. Keyin o'sha rahbar bilan biz oradan yillar o'tdi, bir 3-4 yil oldin yuzimiz ko'zga tushganda eslab kulishdikda, men aytdim, siz to'g'ri qilgan ekansiz, tarbiyalagan ekansiz. Hozir mana birga ishlashib qoldik. Katta rahmat, menga maktab bo'lgan. Sizni uslubingizni hozir men bolalarga qo'llayapman deb keyin kulishib qildik. Qattiq qo'l odam edi. Shuning uchun ham mana tashkilotlar buyurtma berib olib ketish mexanizmi yakkam-dukkam bo'lib turibdi. Kimga kerak bo'lsa olib ketyapti, lekin kimga kerak bo'lsa degan gapim to'g'ri emas. Biz shunday ishlashimiz kerakki, bola 4-kursni bitirgandan keyin boradigan joy aniq bo'lishi kerak. Siyosat shunday bo'lyapti-da. Yoshlarni band qilish kerak, ishtov berish kerak, qarash kerak deyilyapti, lekin qars ikki qo'ldan chiqadi. Ham bu yoqda ta'lim dargohi birinchi masala, lekin eng asosiysi ota-ona manfaatdor bo'lish kerakda. Kelib turib 3-kursdan boshlab o'zi bolamni mana 2 yil o'qitdilaringiz, bu hozir qanday bo'ldi, bu o'zi taxminan qanaqa sohaga bu yaroqli, bir siz nima deysiz, bir maslahat bering deb agar ota-ona eshik taqillatib ketsa va biz ota-ona bilan mana shunday ishlasak, boladan ancha ko'p narsa chiqadi-da. Faqat shu diplomni bersa bo'ldi, kontraktni to'ladim-ku deydigan bo'lsa, bu menimcha hamma qatori kadr bo'lib qoladi. Suhbatdoshimiz Shohruh Jo'raqulov, institut direktori, viloyat deputati. Men o'ylaymanki, suhbat sizlarga yoqqan bo'lsa kerak. Agar yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni bildiringlar va biz Shohruh Davronovning ishlariga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Toshpo'rt aka, katta rahmat. Juda yaxshi savollar tayyorlagansiz. Haqiqatda mushohadaga, fikrlab javob berishga chorlaydi. Men ham ancha ichimdagi gaplarni aytib oldim deydi-ku. Yaxshi maydon ham bo'ldi. Shuning uchun bu ijodiy jamoaga omad tilaymiz. Yangi, yaxshi, juda haligi mazmunli, yorqin hali intervyular bo'ladigan umiddaman. Muxlis bo'lib kuzatib boramiz. Rahmat. Sog' bo'ling.